Oho, balılar kepti. Merhaba ballarım, tamak pişti. Orasılap seherde Hemminizni oygattı Hemminizni oygattı Dadam apa mihriban Behmu yasimi cazi Behmu yasimi cazi Biz baxtiyor aile. Balılarning opsi qaymoq chayga bak usta, hammadan bak o'xshaydi. Elbette okşaydı. Ballarının radisi, koyucular bağlandık, hemmimizge yaraydı. Albatta yaraydi. Biz şadıman aile Dadam izi tağdek açtı yaman Apam kutut ama mihriban Dadam apam yok çağda Öne qilimiz rasa Qilimiz rasa aliman Hey, muş kepsiz ballarınıza. Umma kızım Şadiye, kepsiz oğlum İlgarcan. Dokşupla yürüydü, yetişalmay her günü, yetişalmay her günü. Arslan bu kılışmaz, iştirip da yürüydü. Aman akıl tatlıdı, çoğ buladı bir günü, çoğ buladı bir günü. Aman akıl tatlıdı, çoğ buladı bir günü, çoğ buladı bir günü. Biz bahtiyar aile. Hop oldu mu, belem oldu mu? Aeroplanı oyunuma atsam oynap, benim televizor köyünü koymay. Acaba işim sıktım abi. Senin çakkanlasan az mı diye? Sırf seninki de az. Hem de senin aylık, haylaydıgan bulun, az gidigan boldu. Sen mu hem de bu kıramaydığan boldun. Hey, sen bana teselli vermeyi nimi hoş alıp gitse? Kanla beşik egen gün var o. Muzayla beşikim kildi o. Köreyle 2015'e en abla geldi ki. Efkam, sen bana bir yerden kula. Kana yardım. Apam sorap kalsa mataqsın ben çaktım da. Sen bir kişi koğan eken apam iştemleydi. Muşkallan ninde işleydigan deyme. Senin günahını mətmə. Ham xiyalqıma apam deyme kırıp. Apam bu demeydi kalı işin olsa, nim sama kıl deyme. Ya boptu. Unda sen bana bir ay hizmetkar bolsa. Ha? Bir ay. Bulamsa, bulmamsa apam deymu. Demey bu. Ama ko. Unda sen sazir, mayonez, pürücep deyine. Ona berip zapacay demektir. Haras, notni çıkrak salah. Bilsem o, ben tatlık içim. Asla hocam. Arslan, bugün kim kayaktan çıktı? Acaba Bilgan'ın hizmetini çay koyup gitsen baba. Kopsuzlar qarab turmay. Ben alçamga qopab to'nglatqidan sovuq ichimlikka chiqib Bola! Qo'pa ishdik. Ona!
qachon tiqmadi. Xizmat qilishim. Bo'lashdik. Mana Tumay. Oğlumu tushunma. Oğlum, ayının 15 qarang'u, 15 yo'q degan anglab baxmamdan. Shundami ya? Endi sizlar xizmat qilsizlar. Shunda. Ha. Naros mening Uyg'urcha xaritam qazonib beraman. Ha, men yatak qo'yam ish gaplashdida. Ma kirib chiqib. Masla. Qarmaydan Urumchiga uzun yo'l avtobusda 4 soat keladi. Agar to'rdishim soat 7 bilan yo'lga chiqsa, 11 bilan keldi. To'rdishim naq tushib tomoq qilib kelgan. Tarsamayman, o'g'il kishnim tomoq yegunsa. Nemish qotsa? Qarab baqa qo'lim qo'l sizayotgan ona. Jariyar tush tomoqni yo'lda yeylik, vaqtimiz taqqiz. Shahricha tomoq yeyishga vaqtimiz sirab qilsak, uning ustiga tush tomoqni yegandan keyin odamni uyqusi qolsa, chiqish xo'shamaydigan. Ha, ma'qulamsa, siz deganda qilayli. Tomoqni shu sirtda yeb, undan so'ng uyqumizga kelsa, mashinaga chiqqanda uxlayli endi. Voy acha, sizlar uyquchilik olganmi? Yilmi umrimda 20 yilda ortiq uxlaysizlar. 360 kun hojatxonada o'tiribsizlar. 360 kun telefon urisizlar. 92 kun chishot qilaysizlar. Mumkin 108 kun chashtaraysizlar. 50 kun yig'laysizlar yana. Voy bishim. Ajab bilamanlik ketdan chiqib o'ynab chiqaman, chiqa. Mama. Ekrarlı qarab qolam. Asla dada. Hajab sizning kelishlardan bexabar bo'lib qoldim. Bo'lmasa bir olib yetadiganman qiziq qilib. Taxe yaxshi. Ol qisamish bo'ldi yiginolmay elingga. Appa. Qadriga yetmabdi-da. Asla. Xo'sh. Muzaffar qo'shish telefon bermagan bo'lsa, komandir kuchug'ini bilmay qoldik ekanmiz, ha? Voy, bek tuyuqsiz bo'lib qoldi qarang. Tuyuqsizlik xabar qilib kechdi. Shunga berib bir xo'shishib kelaman deganda shuningim ulgurolmadi. Momanglar sendab masalatni shunday yaxshi narsani aytdi. Yaxshimikan? Rahmat igna. Rahmat. Ba. Yo, ichma yeni. Alga qop o'tira bolam. Tomoq yeb o'tirdan turdi. Aka. Rahmat oda kilerani opam bir moch avaro. Zmayda. Amish momam, amish kamida. Momanglar to'yga jaddoatida, men nega keldim? Haras, sizni turpangiz hayotga borib deydi-ku. Momingiz sizga chiroyli ko'ynakdan bir keldi. Rahmat buva. Momamga rahmat aytib qo'ying. Unda chiroyli ko'rib qo'y. Ko'p. Rahmat oda. Edan xijil qilib salomatlikni ko'proq asranglar sizning qon bisimdir va uning ustiga. Mendan ansirmanglar. Haras, aniq to'rdosh do'stimizning ismi nima edi? Tarsamayman. Yurak bir ism topolmoqda. Shuni deyman. Ogamning to'qidimi deshyat? Yog'och ot. To'g'ri, yog'och ot. Va sen ancha o'rnish bo'lgan. Otamizku texmalaydi. Jodigar. Ben bugün anlatmada da bularninki to'rnomlarni tekshir ismdan qo'yibsizlar bolam. Qanday degan gap? Bu nereden topsam shunday qamlashmagan dan kompyuter ismlarni?
Voy cho'ngida. Sizning davringizga o'zining ulug'vor g'oyalar uchun tirishni bir zo'r bir baxt deb hisoblaydi. To'g'ri, mana bizning davrimizlar. Jahondan, turmushdan huzurlanishni bir zo'r bir baxt deb hisoblaydi. Bedelsiz huzurmu baxt hesaplamda? Voy dada, bular ashta g'alit ismlarni qo'yib olsa, jalbkorlik kuchli bo'ladi deb to'rnamni ashta danqan puti taqqa tuqqi gaplarni qo'yib oldi ekan o'tan. Men bugun oldim bularning to'rnamini. Bo'lmabdi bu. Men bu oilani xeyli madaniyatli oila debganman. Shengan tog'da ketmabdi degan mushada. Buna qilaylik. Sizlarga 3 kunlik muhlat beray. Dadanglar kagichilik, maqomlashma ismlarini o'zgartib, madaniy ism qo'yisizlar. Bo'ldimi? Sonduda. Arslan. Ma'qul deb o'zgartdinglar, buvanglar gap qilgandikan. Ma'qul. Ma'qul. Aras. Sizning tornamingiz nima edi? Mening Zafar dada. Zafar. Muzaffar deki Zafar. Bu oilada umid bor ekan. Voycan. Of. Mana. Buan itu sah. Assalomu alaykum. Qandoq ahvol? Tinchlikmi, yaxshimi? Ya Allah. Turpandan tuqqanlar uyumaga chiqibgan. Tetib baxsin deb kirdim. Voy rahmat, uyga pishib ketdi-da. Voy, boy qarasam bak oldirashmadingiz. Bunday sumkalar ko'tarib qo'yib borasiz-ya. Voy, bolalarning bu modeli patam hamma boramdi. Voy, men bir qizliq choy demlay. Voy, hozir choy ichib chiqdim. O'tiring, qarangchi. Ha, birey monduqmi ya? Voy, mendek mama, jinim patam xon, bolalarning g'im bo'lmamdi. Ma bizning shariya xalpam kulmaydi, kulib terqib qoldi deganda, burun qizim kompyuter bilan nim qilgan kompyuterni uguning desak, xo'sh yoqmay ikonopkasini o'ngshab bosamaydi. Hozir endi kompyuterga dumni tushdi degan. Voy, sizning o'g'anim biz uyda suydik-a. Meningki uyda kompyuter batruqliq. Deb to'rxona o'zgarayt qarang. To'rxondan kirib bo'lgach ko'zim to'tdi-a mening. Qiz olamasmi? Shu. Shu hozir endi bir kun qarsam, to'rdishimiz paransuatmi opdamdi. Birdam to'rga chiqib mani ko'rgandim, oppa sizga kiyim ko'rdim. Ish qilib kompyuter bilan lapilishadigan bo'lib ketdi. Bir to'rdishi bilan qarmaydan kiyitibdi-ka. Bugun bular Urumchida uchrashmoqchi-ka. Shu bu yerda uchrashib turpan vardiga o'xshaydi. Shuningga ancha-muncha bir tayyorlik qilib beray deb shu qiz olgan ish. To'rdish bilan ko'rishladingizmi? Dadasi bilsiz bir 3-4 kunlik yig'in ketgan. Bu qiz olgan ishni men qilmasam kim qildi deysiz? Saniya, mal do'qmishga chaplab qo'ygan e'lonni ko'rdingizmi? Diqqat qilmabdiman. Yana uy egillardan pul yig'imiz degan gap emas-ku-a? Voy, yo'q. Malimizga bir o'tir maktab o'quvchisi, mush to'rdisi bilan ko'rishga chiqib, qizingizga o'xshash. Mush yenidagi pul, anodagi yonfon narsalarni bulab, mush kiyimlarini soldirib, hojatxonaga bog'lab qo'yib, urib, yuz ko'zlarini tatlab qochib ketibdi. Qo'shta qildi. Va odamlar nimancha insofsiz bo'lib ketib qolgandi. Voy, bir oladiganni olgandiki nim qiladi, u bolani urib yana. Shu gap emasmi? Mening shu kollam o'tmaydi. Oxiri bu ishni tegitakdan aniqlab chiqdim. Bilasiz-ku mening kimligimni. Allah Fatamxon. Sizni Fatamxon o'pkichi demay, Fatamxon rozvetchik desak bo'ladi, jumumshmaydi. Rozvetchik deysiz. Fatamxon o'lmas deysiz bunda. Ma'qul o'lmas ko'rsam. Bu ishchi asli bunda ekan-da. Qanday ekan zada? Bular ikkisi asli yaqin to'rdashgan qarang.
bu neymiş bilan bu ikkisi ozorlashib qoldi ekan. Oxiridan keyin tayoq yegan bola qarshi tarafni qortizimni kirgizib etdi. Qortizimni kirgizsa qarang, bu qarshi tarafning har qanday yo'lga uchurni qabul qilolmaydi ekan. Eliq bola buni uqib qilib, qaytadan shu yangi to'rnam bilan eliqinam bilan shu g'arazlik shu qaytadan do'stlashib ekan. Andan keyin ikkimiz ko'rishaylik deydi ekan. Eliq tayoq yeb olgan döt hamma quldab chiqib ketgan shundan bilan tayoq yeydi ekan mana. Jar bola, ahmoq chiqmasin bo'pti. Shu gap emasmi? Notunish qisir bergandan oqibati nima ish bo'ladi? Ya'ni qizingizni ham ko'rishtirgil chiqaramsiz? U qizimning to'rdishchi bir qiz bola. Xatolashdingiz. Voy men bir patma so'zlasam qaloq do'tajaga o'xshayman men. Saniya. Ya unda emas. Mening qizim Zulxumar aytdiki, to'rdiki mush qiz o'g'il ayrimsa qat'iy shangil olmaydi. Mush o'zini o'g'il ol deyog'ini, amaliyot bir qiz ola. Qiz ol deyog'ini bir yetqish hayvon bo'lishi mumkin-ku. Ey, qo'shnam, lekin u bir 19 yoshga kirgan qizdi, oliy maktabning 1-yilligida o'qiydigan. Xatolashdingiz. Mening qizim Zulxumar aytdiki, mush to'rda o'zini oliy maktab o'quvchisi, ya'ni magistr, doktor, korxon xo'jayini, ya'ni uyim bor, mashinam bor, yana hamma to'shaq deyotganlar. Ya yalang to'sh, ya luchak. Shundoq. Lekin u qizning surtini men ko'rgan Patamxon. Shundoq ma'rifat chiroyli bir qiz ekan-ku. Narish deblam ishangil olamda? Bundalar ishangil olmaydi, jinim Saniya. Faqat bo'lmasa qarang. Mush qizingiz bilan tang osh bekatga berib, eliq to'rdish bilan ko'rishib, paranglashib, anadikin bo'ldi-ku degandan xotirjam yo'l qilib qo'ymamsiz. Ajabchi yaxshi deysiz ama gapni. Men unchalik murakkab o'ylamabdim jinim qo'shnam. Anglimada hozir boy o'tir maktabdikisini. Kela, o'zimga. Kitapkan bu. To'g'ri qilmoqchi? Apa? Nojoh nag'aman topamagan kitobni siz qanday topdingiz? Men degan sening opang topdilar. Kitobxondan topdim, nerdan topdim? Berib kitobxonga topdim, qarsa hamma kitob bor. Ayros. Bu to'rdashlar uchrashgan diqqat qilish tegishli ishlar degan bobni topay, ochang bir o'qib bera. Shadiya? Ma'qul. Kitоб o'qiyapsan sizga. Topdim. Birinchi, qarshi taraf bilan ko'rishning oldida cho'qim qarshi tarafning materiallarini iglash kerak. Hamda bu materiallarni jizmlashtirish. Ikkinchi, qarshi taraf bilan ko'rishgan vaqtda cho'qim odamjiq soqchilar chorlab Bekcha qo'ylar ketdi. To'g'ri sizning deganingizlar, to'g'ri, lekin va jahondagi ishlar har vaqt siz bilan men o'ylagandek yaxshi tarafga menivermaydi. Tasodifiylikdan xoli o'g'inolmaydi. Shu har vaqt hushyor turish kerak bildingizmi? Bunga eng muhim bir savol kelmaydi. Qarshi taraf bilan qizilingan vaqtda cho'qim hushyor bo'lish kerak. Qarshi tarafni texnik to'liq tushunmagan ahvolda herkes qarshi taraf bergan narsani yemaslik, ichmaslik kerak. Ori, Eng muhim. to'g'ri. Bo'lganda apa? Nimda chiqchimo so'ratdingiz? Tus kuchidan hojat yo'q. Turpanning issiqligini men bilaman, appa qizim. Chapan degan qishda yepincha, yozda ozuq deydigan gap bor. Ortiq bir chiqur ortiq elag'ini faqat din yo'q. Keyin so'z yondirib kelarsiz so'qimizda ko'tarib yurmaganga. Acha. Navoda eskidan uchrab qolsangiz, mush zahardek ochiq qizilmish talqinni eskidan meni ko'zga chichirsangiz, o'lgandan betar o'kishdi. Allah orsin. Qolmaydigan ishim yo'q. Shuni o'ylabsan-da axir bolam, ha? Acha. Agar tinchligina qaqa bir ish yo'l qilib qolsam, mush apparat bilan tatol o'zimizda dalil isbot bo'ldi. Mana bolam, meni qibina chiqar apparatning. Mavago birning sadin manga Alloh akib bergan qalam turish. Bungago sen uchun berim kechdi. Ma'qul, rahmat. Mana ba'zi uyda sora ketgan. Agar oska odam ko'rib qolsam, o'sha yo'ldan tashlayib kelgandim. Yanchqon so'laydim, ishdan qo'yapti. Etga. Affan. Bo'ldi ya, eskadan qizim qo'ydi. Lekin chiqib
Acha. Navoda eskidir seni sim bilan bog'lab qo'ysa, mush ambuni ishlatib qoch tutma. Navoda sim bilan bog'lamay, ship bilan bog'lab qo'ysa, mana men pichoq qo'y. Tutma. Yaxshi ishlatda. Ağına acha. Bu narsalarning lozim yo'q opa. Bo'pti, fikringizni ko'nglingiz hep qo'ying. Lazım bo'lmasa yondirib kelarsiz, ras qizim. Amma mashina yerim yo'lda to'xtaganda hergiz düşmang. Agar tush lazım bo'lib qolsa, yo'lning qarshisiga kesib o'tmangmi? Mashina to'xtagan tarafda turing. Dunyoda sizdan bek ansiz opa bormi? To'rdishimning suratini sizlar ko'rdinglar, shunda chiroyli illiq chiroy qizlar. Onun üstüge men ya özüm yolg'iz bormayman, jiq do'stlarim bilan bilib borgan bo'lsam, hajjib ansira ketdinglar. Ya bo'lmasa popek ansasing uchun men bormay bo'ldi. Sizning yoningizda o'tiray. Dunyoda o'z farzandidan ansirmaydigan ota-onam bormi qizim? Ma ishqufingizga rahmat desangiz bo'ldi. Qarang, bularning sizga ko'yinib ketib qolganini. Eng muhimi, bular sizdan bir kun ayrilishga ham chidamaydi, tushundingizmi? Ya yaqin keling. Bu tumanni sizga esib qo'yay. Yo'lda bir bola qizadan saqlasin ilohim. Rahmat opa. Ocho. Men sening ochang emas. Menga berib ochang quchoqla. Ocham çok cevap aldım. Ocho. Mana. Hozirdan boshlab 2 kungacha men sizni qo'lqichingiz. Har vaqt qism to'tayman. Opa. Zola. Qo'g'dug'chi? To'g'ri. Muzaffarkam qo'lda siksin Alloh aydi zakas qilgan qo'lg'ichi. Kechirsiz efendim. Bizga qo'g'duqchidan faqat lazım yo'q. Shun xap bo'lmay qaytib olsangiz bo'pti, marhamat. Opa. Ya opa, men Arslan, mana men. Arslan? Voy bu senmi? O'zim tanımay qaptimmi? Sizning boshqa bir qildigan yan ishlaring bormi ya? Qilmaydigan ishing yo'q-ku. Ya Allah Arslan. Voy, Haras qizim. Nima qilay? Yorishib ketganni. Mayog'ini e'lolang, ha? Ama ya yo'q chekmiz. Ha, bilaman, turpanning yo'lbek shamollab achichingiz. Sen nimalar qilib yurdigan jinim bolam? Men achangni bir yo'lga selib, aramimga tushmoqchi jim tutib tursan nim bo'lasa. voy opa, men shu ocham ishkonlarni g'imini boshqa qildim. Ochamni askadan uchrab qolmasin deb Alloyim murtayasini oldim. Yaraysa yigit o'g'il bo'ldek gap qilding. Bir tuqqan qarindosh degancha bir-biriga shunda ko'yinish kerak. Uqdingmi bolam? Qara turqoni. Kinolardagi kino cho'lponlarga o'xshab qolsa. Men degan kelishgan tursam, cho'ng'anda bor-ku. O'l o'tqa berib kim ishlaydi? Xudoy deganingiz murodingizga yetkazay jinim bolam. Turpan o'rdigan bo'ldi. Turpon bormaydicha o'lni o'tib Voy ocha, ocha to'xta. Voy ocha. Senden yoktun jinim bolam. Ha, men o'zimni yilqib qilishdim. Ochamga mau o'g'illik ün olgan qalam bilan. Mana ma'putlikka ichimlikni olib chiqdim. Haras yo'ldimangcha mau ün olgan qalamning mayrini bekitishni unutganman. Ala. Ha. Ma ichimlikni sana berdim. Tordeshing ichimlikni hargiz ichma. Jinim ochu. Oynam. O'tdan. Ben. Xudoyim mengi shunda bir-biringlar ko'yinib, bir-biringlarga hamdamda bo'lib o'tgan nasib qilsin jinim bolalarim. Bir tuqqan qarindosh degan mana shunda bo'ldi. Uqdinglarmi? Ha. Kimsan? Akan qarag'aytimmi?
Ana yamak bilgen ekan. Yarashmabdi senga. Amay. Qo'yvaga soqollarni o'tiraydi. Ya xəbəri yox, ya özü yox. Tova. Ma üçünlərin arasında açanların ən səgək, ən əstayidil deb qarab dikənmən. Manda bir xəstəlikini oylab baxmaptım mən. Muşunda vaqtımı telefonun bataryasını to'qitib qo'yib ketamda. Her vakti onu unutup kalsın. Vay bir yendiki dostumla telefondan bolsun, telefon qilib, xotirjam qilmam demeden ne? Oya yapa, cep elsiz kelsiz. Açam qancha ishkirdim unda elsirab ketgidek. Şu avcanla yeşilik kızlar öyde ayrılıp, çetel işkiler verip okuvatsa. Navada avcan maşada okuğamız qanaqlattınız? To'g'ri. Vay o degan o'qosh balam. Va ikkisi ishki ish. Hay Arslan. Okuğamız qanaqlattı. Bu ishkimiz dikkat bekatga berib qo'ygandik balam. Oy bo'ldilar apa. Vay ja. Ya Allah. Qachon bir gap qilsa dikkat o'rnidan turasa. Voy. Allah Şadiye, ya Allah Oy acar kızım var. Aslan. Ekrana kızım. Ya Allah Şadiye, şundan ensretken barma adamni. Telefon kılatmamsız deyman. Oy, telefonum to'kuyor. To'qozda do'stonizdagi do'stim qilasiniz bo'lmoqda. Ajab ansirdi. Ne yapsak solamet kep buldum bu. Lekin ansirtvatdingiz qizim. Dadingiz uyda yo'q vaqtda. To'rdoshlarim bilan turpon barbarashni maxfiy tutishga va'dalashgan to shunglashqa sizga temik. Nimishqa? Sizni tuyuqsiz xush qilib deydi. Ha opa, hali men sizga oldin qaytam gazetdagi turponda kuyib qolgan 6 yoshli bolaning xabarini o'qib bergandim bu esingizmi? Ha. Gezdi ota-onasininki xarajati, iqtisodiy ahvoli yaxshi bo'lmag'achqa, yuqur summaliq davolanish haqqini qabul qilinmay, bolaning ahvoli hayot xavf ichida qoldi deb yozib ekan. Keyin yana bu xabardan tor orqali xabar topgan bir qism yoshlar qutqizish fondi qurib, bu bolaga yordam qilibdi. Hozir kasallik ahvoli yaxshilanishga qarab mengibdi deb yozib ekan-ku. Men mash fondining bir a'zosi. Fonda a'zolaridan 8 qiz turponga yig'ilib, ashbonni yo'qlig'ili ham u bolaning texnik yaxshi davolanish uchun Beijingga yo'lga sag'il borgandi. Voy jinim qizim, Xudoyim baxtinglarni bersin, insoninglarni bersin. Ya Allah, nimanda yaxshi, nimada xush qildigansizlar odamni. Kechiring opa, sizga uni bunda sizni aldab, sizni bir ko'p chiqimdor qildi. Sizlar ko'z tegmasin, appa qizim. Men seni mukofotlab o'qishdi, bir tomoq yetib beraychi. Nim tomoq yetib beray. Do'stingiz nim tomoq qamra xamsiz? Mayli qanday tomoq bo'lsa. Emiz çüçürü. Sizlar bitib turarlar buguncha. Cho'shiralar. Oye, sizlar bitib turarlar buguncha. Go'shnam. Ha, ma'qul. Hamsi xudonlarni jib kiyimlarni almashtirib turdim. Men hozir tomoq qilib qo'yay, qizim. Opam tomoq yetishib bek hamsi to'yga tegizam. Rana çıkartçımızın ağzını açmaktı. Ağzını açmağanlıkı seni sonunda sana geldim bakkan. Aca. Ha? Benim çıkımcı. Sattarcanğa almaqlab bergandim. Oşet unutup qopdim. Amsmelik uğurluqcha ovoz olgan qalbimda yana oşet unutup qolmasan. Uni Sattarcan so'q qo'ydi. Biraz meni omburumcu. Onu do'stga berdi. Uni oşet unutup qopdim. Ma aprat Sattarcan bilan rasmga tushib xotir qoldirdik. Yili ko'z tuqay. Shadiya, Mishlan aslanning hammasini menda qo'ydinish uchun sumkani savoqamitamiz. Hey. Aca. Ha?
Bu benim sumkam. Bu ne mi? Şirki. Bunun da harokan o. Ha şu özünüzün xatar yo'qsangiz, shuni qo'g'limdan deb sap qo'ygan deyapam. O, kızana en yeni kognus kralı. Yaşlatkuş. O, saksılan tılbını ilgar. Ha, uni opam sep qo'yibdi-ku. Agar biror xatarga yo'qsangiz, bassangiz dadingiz bilan aloqalasha olasiz endi. Yo. Yanılmış bezge. Voy bolam bu ayarından tapdı. Başkalarının konuş tarafta iktidar ekanmiz.